Assalomu alaykum. Mangalchi bo'laman obunachilari, muxlislari. Ko'ryapsizlar? Mangalchi bo'lib doim mana shunaqa kamplik holatni bitirish harakat qiladi. Ya'ni sizlar uchun. Nimaga? Like bosib qo'ysanglar, erinmasa obuna bo'lib qo'ysalaring, uylaringiz shunday letniy kuxnyani qo'chqaridan sizlarga ham nasib qilsin. Endi Xudo xolasa nima qurilgan, necha kunda bo'lgan, qancha rasm bo'lgan, hammasini batafsil yozishga harakat qilamiz. Xo'p, manzilimiz Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanidamiz, ya'ni Iskovodamiz. Endi bizga birinchi o'rinda usta telefon qilganingizda, usta ishingizni ko'rdim, mana qana bo'ladi, 3 ta qozon, bitta moyka, bitta gaz panel. Yo'q, bunaqa narsa aytmaylik iloji boricha. Usta Namangan viloyatining Yangiqo'rg'onda, Iskovodda bo'lgan ekan. Videoni hech bir marta ko'rib qo'ysanglar, o'zinglar uchun bilib olasizlar, to'g'rimi? Xo'p, endi bu yerda nimalar bo'lgan? Ortimda ko'ryapsizlar. 3 ta qozonimiz, yurib ko'rsatamiz. Bitta gaz panelimiz, moykamiz, ko'ryapsizlar. Mana shu joy mazada. Endi razmerdan aytib ketamiz. Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hammasi ketdi. Xullas 10 ga 4 metr joylashgan obyektimiz. Qaranglar, ta'mirimiz, mangalimiz. Xullas hammasini joy-joyiga qo'yib, mana bunday chiroyli qilib mozaikalar bitkazib qo'yganmiz. Yonida alohida qilib qaranglar, 80 ga 3 metr рабочий stol bo'lgan. Endi ketgan materiallarimiz bu joyda 1600 dona g'isht ketdi. Endi 10 qoplarimiz kemiga ketgan. Endi chaqachqalar aytmasak bo'lmaydi, to'g'rimi? Xo'p, kafelimiz bir 60 kvadratdan ziyodroq ketdi. Oyoq tagi hamma narsasi bilan bo'lib 80 kvadratga yetib bordi. Xo'p, endi xizmat haqqi bo'ldi usta. Hammasini aytyapsiz. Xizmat haqqi bo'ldi aytganlarga xizmat haqqini biz doimo stabil ushlab tura olmaymiz. Bir kun Namangondamiz, bir kun Samarqanddamiz, yana bir kun Buxorodamiz. Shuning uchun narx lokatsiyaga qarab ozgina o'ynab qoladi. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar, ko'ryapsizlar. O'choqni qurib bitkazilgandan keyin dizaynni eslatib o'tamiz. Mana shunday holatlarda borsa bizga smetana shart emas. Eshichalarni bitta ko'rsatib bek. Ko'ryapsizlar? Hammasi bitta ko'rsatib oling. Xo'p, sizlarda bizga smetana shart emas. Sizlar xuddi shundoqgina naveslar tashlaysizlar, naveslar tashab turib, mana tepasi yopilgan, devori bo'lgan, xullas hamma narsa letniy kuxnya qilish uchun tayyor deb tashab bersanglar, biz o'zimiz do'g'orni qilamiz, ya'ni siz bilan do'g'or qilganimizdan keyin borib smetani chiroyli qilib qilamiz. Qaranglar, yaqinroq keltiring-da. Mana oddiy misol bir joydagi 90 sm lar, yana 90 sm joyiga katta qozon sig'maydi, to'g'rimi? Mana qozonlarni oldini figurali qilib, power ishlaydimi, uyda ona holda ishlaydimi, kenayda ishlaydimi, hammasiga qulay. Endi kichkina qozon, yana kichkina qozon. Xolos qalam, faqat yashab bersangiz bo'ldi, biz chaqirganingizdan keyin hamma sharoitingizni tayyorlab beramiz. Xo'p, xizmat haqiga keladigan bo'lsak, xizmat haqini aytdik, telefon qilinglar, hamma vaqt aloqadamiz, bemalol. Agarda telefonlarni ko'taradigan qolsak, Telegram, WhatsApp, Imo, xullas qalam hamma ijtimoiy kanallarda mavjudmiz, bemalol aloqa chiqib olasizlar. Endi ish kuni so'raydiganlar ko'payib ketdi. Ish kuni so'raydiganlar mana shu joyimizga rovna 13 kun, 14 kun vaqtimiz ketdi. Endi borganimizdan keyin bir haftada bo'ladigan ish kursi demaylar-da. Shuning uchun bu ishimiz anchagina vaqt oladi. Ko'ryapsizlar? Bitta kadrni chiroyli qilib ko'rsatib bering. Endi eslatib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, qaranglar. Mana shunday samovarni oldik. Siz zakaz qilgansiz, 80 litrli, 60 litrli, 100 litrli. Xo'p, buni bitkazib, joy-joy qo'yib, mana bunaqa turbalarni pishkasini qilib, chiroyli qilib, o'ta ham pishkalar qilib, joy-joy qo'yib berishga harakat qilamiz. Ko'ryapsizlar? Bitta qora kafel kelib turib, xo'p, bu bilan buni rangi nima deydi? Birgalar bormi? Birgalar kompyuterda yozib qo'ygan. Rangi nima edi? Alohida ajralib turish uchun shu rangni bo'yab chiqdik. Eshiklarimiz endi reklama bo'lib qolmasin, Namangan davr eshiklari. Xudoolasa, ishimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimizga borishni, like bosib, obuna bo'lib qolasiz. Ya'ni tanish bilishlarga ham nasib qilsin, to'g'rimi? Shuning uchun videoni tashlab qo'ying. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.